Assalomu alaykum. Siz ham Excelda jadvallarni to'ldirayotganingizda tartib raqamlari avtomatik o'zi qo'yilishini bilarmidingiz? Agar bilmasangiz, albatta bu formulani o'rganib olishingiz kerak. Birinchi navbatda kerakli yacheykani belgilab olamiz va если formulasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Formulani yozganimizdan so'ng mevalar yoziladigan yacheykani belgilab olamiz va teng belgisini qo'yamiz. Undan so'ng qo'sh tirnoqni ochib yopamiz va nuqta virgul belgisini qo'yamiz va yana qo'sh tirnoqni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi va yana nuqta virgul belgisini qo'yamiz. Undan so'ng ikkinchi formula stroka formulasini kiritishimiz kerak bo'ladi. Formulani kiritganimizdan so'ng qavsni yopamiz va minus qilamiz. Aynan yana shu formulani yozishimiz kerak bo'ladi. Va qavs ichida ikkinchi formulada nomer belgisi qo'yilgan yacheykani belgilab F4 tugmasini bosib qotirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va qavsni yopamiz. Ana endi enter tugmasini bosamiz va da tugmasini bosamiz va formulani butun jadval uchun ishlatib qo'yamiz. Ana endi siz bu holatda mevalarning nomini kiritadigan bo'lsangiz, tartib raqamlar avtomatik o'zi yozilib boradi. Bundan ham qiziqroq formulalarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.